Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Hozir men tashqarini kuzatib qarab tursam, men bu manzaraga ko'zim tushdi. Qaranglar mana. Bu yoqda bittasi turibdilar, yana bu yoqda bitta uch yana bittalari borlar menimcha. Mana pul yig'ib yuribdilar. Mana bu yoqda yana mana ro'paramda mana bitta yana odam turibdilar. Buni men ertalabdan beri bularni kuzataman. Ertalabdan beri almashib, o'rin almashib turishibdi. O'tgan odamlardan shu mashina to'xtaydi, mana svetofor bor, shu chorrahada turib olib, pul yig'ishyapti. Bularga menimcha judayam zarur menimcha pul. Qandaydir muolajaga kerakmi, nimagadir kerak. Hozir buni aniqlashtiramiz. Agar qo'llaringdan kelsa, imkonlaring bo'lsa, shu insonlarga iltimos qilardim yordam berishlaringni. Yaxshilik hammadan qoladi. Yaxshilikni olib ketamiz xolos. Bu qilgan amallarimizni olib ketamiz xolos. Pul yig'ishlar juda qiyin bo'lyapti. Erkak kishiga, ayniqsa bu sovuqda kunida har qanday insonga ham oson emas. Bunaqa erkak kishi uchun ayniqsa bu juda ham og'ir yuk deb o'ylayman. Bunaqa ko'chalarda odamdan pul so'rashni o'zi erkak kishi uchun nafsoniyatiga tegadi. Lekin bularga o'ta zarurligidan mana qaranglar, bitta emas, ikkitasini ko'ryapman men. Yig'ishyapti bunaqa qilib. Iltimos qilardim sizlardan yordam berishlaringni. Mana shu insonlarga hozir men aniqlashtirib sizlarga videosini olaman. Mana tushdim. Bu onaxonimiz jigar ko'chirish operatsiyasi kerak ekan. Mana erkak kishi bo'lib turib qiyin bu nimada. Haligi oson emas-da. Bular sizni kimingiz bo'ladilar bu ayol? Akam ayoli bo'ladi. Ha, mana akalarini ayoli uchun hammaga ham emas. Bu kelinoylariga bunaqa yordam berish iltimos qilgan bo'lardim. Shu mana katta raqamlarga shu raqam orqali bog'lansang bo'ladi. Shu katta raqamiga ehson qilinglar, iltimos. Bularga juda ham zarur ekan.